Ha, benzinning ham narxi oshib ketdi. Yashash ham qiyinlashib ketyapti. Qimmat ekanda. Eskisini kiyib tursin. Bo'yab beraman. Umuman ishlash yo'qmayapti, borku. Ha, nimaga? Kayfiyatim yo'q. Xudoga shukr, rahmat, ishlayapmiz. Tushum qanday bo'lyapti, tushum? Allohimga shukr, nasibamiz berib turibdi. Bergan kontragini minnat qiladi. Nima deysan endi? Assalomu alaykum. Bir kosa pirlovka bilan bitta bo'lichka berib yuboring. Necha bo'libdi ekan? 1 million. Bo'l o'zim to'layman. Ovqating oxirgacha ye. Yoqmadi, ketdik. Rahmat opa, shirin bo'pti. Allo, Jo'ra, yaxshimisan? Ertaga bo'shmisan? Ha, dacha-pachaga borib dam olaylik, miya achib ketdi-ku. Oyliging chiqdi, oyligingni olmaysanmi? Necha pul chiqdi? 10 million. Boshqa ish topish kerak. Hayotdan qiyinlashib ketyapti. Rahmat, yaxshi. Zagruska bo'pti-ku. Kamku? Aka, boriga shukr. Bolalarga narsa aytaman-da. Mayli, yaxshi dam olinglar, charchamanglar. Vaqtliroq aka, ertaga ish ko'p. Xo'p bo'ladi, xo'p. Shukr qilmoq oliy ne'matdir.